Talabiyligiga binoan 5 sotuvli kaftdek yerga tushgan uchastkani loyihasini obzor qilib beraman. Yoqsa, obunani bosib qo'yasiz. Binoimiz 2 qavatdan iborat, pastida esa podvalimiz ham bor va bu neoklassika uslubida chizilgan bo'lib, katta panoramli oynalarni ham joylashtirib berganmiz. Qo'lga kirganimizda ikkita mashina uchun zakritli garaj berganmiz va shu garajning o'zidan xonadonimizga kiraveruvchi eshikni joylashtirganmiz. Uyga kirganimizda kichkinagina tamburchasini qilib berganmiz va yonida sanuzeli bilan. Tamburdan ichkariga kiradigan bo'lsa, ikkita mehmonxonasi bor va o'ng qo'lda общий комната, chap qo'lda esa kuxnyasini joylashtirib berganmiz. Va mana bu joyda yo'lakchadan to'g'riga o'tadigan bo'lsak, bu joyga panoramli oynalar bilan biz basseyn va saunalarni joylashtirib berganmiz. Ikkinchi qavatga zinadan ko'tarilganimizdan keyin to'g'rida bizani 60 kvadratli master spalni kutib oladi. Bu yerda spalni joylashtirib berganmiz va cheres garderob katta sanuzilga o'tadigan xotam qilib berganmiz. Zinadan o'ng qo'lda 3 ta spalni, teparoqda esa bitta detskiy va trenajyorning o'zining xonasi bor. Eng qiziq joyiga yetib keldik. Bu xonadonimizni pastdan qaraganda ko'rinmaydi deb aytdik. Bunga biz oldiga katta tom ishlab berganmiz. Buni ko'rgan odamlar tom deb o'ylaydi, lekin tepada terrasasi bor. Terrasada esa yopiq zona, bemalol yozda ham, qishda ham ishlaydigan zona qilib berganmiz. Undan tashqari barbekyu zonalari bor va tennis o'ynash uchun ham sharoitlar qilib berganmiz. Xuddi shunga o'xshagan proyektlar Telegram kanalimizda juda ham ko'p. Uchastka bo'lsin, ofis bo'lsin yoki xonadon kvartiralarga ham mo'ljallangan. Tezda Telegramimizga o'tib, ovozsiz bo'ladi.